Bemorimiz elto'rak idish sohasidagi disk churasi bilan murojaat keldilar. Shikoyatlari barmoqlardagi uvishish va uzoqroq yurganda oyoqlarda og'riq paydo bo'lish, ya'ni yurish qiyinligiga murojaat qildi. Hozir bemorligimizga operatsiya qilganmiz. Endoskop usulida, endoskop yordamida disk churasini olish va kanalni qisman dekompressiya qilib berish operatsiyasini boshladik. Bemorimizda mana kanalni ochib oldik. Hozir mana dura matani ko'rib turibmiz. Orqa miya obolochkasini. Mana pulsatsiya qilib turibdi. Bitta bemorimizda ham disk churasi ham sariq boylamning mana qalinligini ko'rib turibmiz. 2 barobarga qalinlashib ketgan. O'shaning hisobidan disk churasi kichkina bo'lgan taqdirda ham ikki tomonlama nervga nisbatan bosim oshganligi uchun bemorda og'riq kuchli bo'ladi. Kanalni ochib oldik. Hozir kengaytiramiz. Sariq boylamni 50% gacha bo'lgan qismini olamiz. Sababiki ertaga stenoz hisobidan bemorda kichkina og'riqlar bo'lmasligi kerak. Stenoz saqlanib qolishi kerak emas. Buni ko'rish mumkin. Mana bemalol buni ko'rinadi. Sariq boylam duramata ham. Bemorimiz hali yosh, lekin hipertrofiyasi kuchli. Bunaqa holatlarda imkon darajada kanalni dekompressiya qilgan ma'qul. Mana sariq boylam. Disk churasini topdik. Mana disk. Bemorimiz bizda qilayotgan disk mana chiqib turibdi. Tak, bemorimizni operatsiyamizni tugatdik. Mana durani ko'rishingiz mumkin. Duramati. Tak. Disk olingan zona hammasi kalkulyatsiya qilindi. Tozalab tashlandi bemalol hammasi oxirigacha. Mana bu karshog'imiz. Mana harakatini bemalol ko'rishingiz mumkin. Bemalol tepadan pastgacha harakati bemalol. Ochiq, ya'ni kirish qismi karshog'dir. Tepadan mana chiqish qismi. Operatsiyamiz tugadi.